Farzandlarimiz kichkinaligida ularga baqirib chaqirib, ba'zan urib, qo'rqitib aytganlarimizni qildira olamiz. Xo'p, ular bizdan qo'rqmaydigan yoshga yetganlarida-chi? Unda nima qilamiz? Ko'rsatkich barmog'ini farzandiga niqtab baqiradigan ona bilib qo'ysinki, u bolasini tarbiya qilayotgani yo'q. Aksincha, bolaning qalbida ildiz otajak aybdorlik tuyg'usining ilk urug'larini qadamoqda. O'zi nega baqiramiz? Nega biz onalar farzandlarimizga ovozimizni ko'taramiz? Onalarni xafa qiladigan, jahlini chiqaradigan, g'azabini keltiradigan jihat bu voqealar yoki farzandlarimizdagi nuqsonlar emas. O'sha voqea yoki farzandimizga nisbatan ongimizda paydo bo'lgan ijobiy yoki salbiy fikrlardir. Ya'ni ularga nisbatan biz tomonimizdan qaratilgan nuqtai nazarimiz. Misol uchun, yomg'ir kimgadir rahmat, yana kimgadir zahmat ekanligining sababi ham mana shunda. Shunday qilib, ko'chada yog'ib turgan yomg'ir aynan o'sha yomg'ir bo'lishiga qaramay, ba'zi insonlar unga nisbatan quyidagicha fikr bildiradilar. Birinchi toifadagi odamlar tashqariga qaraydi va endi ko'chalarda mashinalar tiqilinch bo'ladi. Bolalar maktabga borayotganda ho'l va shalabbo bo'ladi. Oyoq kiyimlari va ust-boshi loy bo'ladi. Qayerdan chiqdi bu yomg'ir, deydi. Ikkinchi toifa esa xuddi shu manzaraga qarab, behisob shukr. Ustimizga Allohimning rahmatlari yog'yapti. Endi suv omborlari suvga to'ladi. Tuproqlarga baraka inadi. Bolajonlar esa maktabdan keyin bog'larga borib, yaxshigina ho'l bo'ladilar. Ko'lmaklarda barglarni qayiq qilib suzdiradilar. Qabilida fikrlashlar mumkin. Hayotdagi hamma voqea ham xuddi mana shunaqa. Eng yuqori nuqtada hatto o'lim ham kimnidir tormor etar ekan, kimdir uchun esa bu holat shahodat maqomiga yetishish jumlasi bilan kutib olinadi va ulkan shukr qilishlikka sabab bo'lishi ham mumkin. Farzandlarimiz haqida gap ketar ekan, bunda ham vaziyat bir xil. Bizni xafa qilgan, jahlimizni chiqargan, g'azab girdoblarga tashlagan farzandimizning aynan o'zi emas, uning harakatlariga nisbatan ongimizda paydo bo'lgan nuqtai nazarimiz. Kim uchundir boshning toji bo'lgan bolaga yana bir uyda boshga bitgan balo sifatida qaralib, unga yomon muomala qilinadi. Agar bu ishga chuqurroq qaraydigan bo'lsak, aslida biz shafqatli, farzandi bilan kelishishga alohida e'tibor qaratadigan va kerak bo'lsa baqirib chaqirmasdan ota-onalik qilishni niyat qilgan insonlarmiz. Ammo nuqtai nazarimiz bizga to'g'ri yo'lni, voqealardagi haqli sabablarni va tuyg'ularni ko'rishimizga to'sqinlik qiladi va ichimizda hujum qilishga shay turgan onani harakatga keltiradi. Sizlar uni juda yaxshi bilasizlar. Jahli chiqqanida ikki qo'li belida, bolasiga qarab qarg'anib shippak uloqtiradigan, asabi buzilganida ko'zlaridan o't sachraydigan. Men senga aytmaganmidim? Hozir o'sha yerga borsam o'zim bilgandek qilaman va 3 gacha sanagunimcha qara lekinlar bilan bolasiga tashlanadigan o'sha mashhur shaxs. Xo'p, nima sababdan farzandining barmog'iga tikan kirsa, joni og'riydigan onalar bu vaziyatlar qarshisida bunaqa jonzotga aylanib qolamiz? Quyida aynan biz tuzatishimiz kerak bo'lgan nuqtai nazarlar keltirilmoqda. Tanishamiz. Birinchi, bolani yoshligida ezmasam, katta bo'lgandan keyin eplolmay qolaman. 2 yoshda biror o'yinchoqni istagani uchun sizga baqirib chaqirgan, o'zini yerga otgan, onasiga musht tushirgan yoki shapaloq tortib yuborgan, xarxasha qilib yig'lab aqldan ozayotgan bolani ko'rganimizda xayolimizga kelgan birinchi fikr shunday bo'ladi. Evoh, bu bolaga gapimni hozir o'tkaza olmasam, katta bo'lgandan keyin meni qanday kuyga solar ekan? Buni qanday qilib eplayman? Mana shu qarashda ikkita asosiy yanglish idrok bor. Birinchisi, farzandimizni eplash kerakligini o'ylayotganimiz. Mana shu fikr ongni jang maydoniga aylantiradi. Farzandimiz bilan go'zal munosabatlarimizni urushga aylantiradi. Axir shunaqa emasmi? Eplash uchun kuch ishlatish kerak. Qarshingdagi kishi bilan urushish, uni yengish zarur. Mana shu fikr farzandimiz bilan o'rtamizda bir raqib ruhiyatini paydo etadi. Bu yo'l bilan aslida yuzaga kelishi niyat qilingan ezgulik binosi hali qurilmasdan buziladi. Ezgulik binosi degan tushuncha farzandimizga xavfsizlik hissini berishdan boshqa narsa emas aslida.
va ham tilimiz, ham holimiz va dilimiz bilan mana shu xabarni yetkazishni o'z ichiga oladi. Farzandim, biz sen bilan bitta kemadamiz. Sen xafa bo'lsang, men ham xafa bo'laman. Sen zarar ko'rsang, men ham zarar ko'raman. Shuning uchun hayotning to'g'ri qoidalarini va to'g'ri harakatlarini o'rgatayotganimda seni urib, sindirib, egib, bukib emas, sening ruhiyatingni tushunib, seni tushunishga harakat qilib qilaman bu ishni. Chunki seni yaxshi ko'raman degan ma'noda. Siz aytgan bu go'zal jumlalar shunchalar sehrli ta'sirlarni yuzaga keltiradiki, bir daqiqa oldin qaysarlik qilgan bolamiz tegishli bo'lish tuyg'usi bilan harakatga o'tib, sizga moslasha boshlaydi. Masalan, juda ko'p onalar bolasining o'yinchoqlarini yig'ishtirib yurmasligidan noliydi. Agar mehmon kelib qolsa va uy bomba tushgandek yoyilib yotgan bo'lsa, mehmondan keyin uyni terga pishib yig'ishtirish biz onalarni jinniga aylantirishi mumkin. Sababi, ko'p hollarda onalar hatto shu ishni ham o'z gardanlariga oladilar. Ko'p hollarda bolajonlarimizga "Qani, xonangni yig'ishtir" deymiz. Ular esa "Hozir yig'ishtira olmayman, juda charchadim, men qilmadim, Oysha qildi" degan javoblarni berishadi va bu jahlimizni chiqaradi. Xuddi shu vaziyatda ularga o'yin tariqasida "Mana, mehmonlar ham ketdi. Kelinglar, zalda uchrashamiz. Bu oilaviy yig'ilishimiz bo'ladi" deb turib, zalga o'tishsa-da, butun oila gilam ustida o'tirib olib, boshni boshga qo'yib fikrlashsa va ona yoki ota endi 15 daqiqa vaqt ajratib, uyimizni tartibga keltirib olamiz desa. Ona oshxonani hal qilsin, ota esa zalni yig'ishtirsin. Bolalar bo'lsa, xonalardagi o'yinchoqlarni qutilarga solsin. 15 daqiqadan keyin yana ish joyida uchrashamiz desa olam guliston. Keyin qo'llar ustma-ust qo'yilib, bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun degan shior jo'shqinlik bilan yangrasa, ana unda yuzaga kelgan holat bolani qanday harakatga keltirishini bir kuzatib ko'ring-chi. Ikkinchi xato fikrimiz esa farzandimiz kichkinaligida qilgan salbiy harakatlarining katta bo'lgach ortib borishiga ishonishimizdadir. Hozir oldini olmasam keyin izdan chiqib ketadi degan ishonch mana shundan paydo bo'ladi. Holbuki bir inson katta bo'lgan sayin aqlli bo'lib boradi, yetuklashadi, tajriba orttiradi. 7 yoshli bola onasidan biror nima so'raganida 2 yoshdagi kabi qaysarlik qilib, baqirib, chaqirib, yig'lab so'ramaydi. Albatta biz shunday qilishi uchun uni undamasak. 10 yoshdagi bola 5 yoshdagi boladan farqli ravishda meva suvini o'zi siqishi mumkin. Yoniga esa shirin sendvich tayyorlab o'tirib, ishtaha bilan yeyishi ham mumkin. Chunki endi bu ishlarni qila oladigan malakaga ega. Jahl qilish, yig'lash krizisi, injiqlik, kimnidir tishlash kabi harakatlar erta bolalikka oid bolalarga xos harakatlar farzandimiz qanday yaxshi harakat qilishini bilmasligi sababli yuzaga keladi va bolamiz o'zini ko'rsatish, muammolarini insonga xos usulda hal qilishni o'rgangach, ya'ni katta bo'lgach, ular kamayib boradi va yo'qolib ketadi. Ammo biz ko'p holatlarda mana shu salbiy harakatlarni o'zimiz bilmagan holda bo'lsa ham ko'paytiramiz. Yuqorida aytilgan yanglish fikrlar sababli aslida yaxshi munosabat bildirilsa yoki ko'rmaslikka olinsa yo'q bo'lib ketadigan mavsumiy qaysarlikni ulg'aytiramiz. Masalan, 2 yoshli bola uchun qaysarlashish harakati mavsumiy harakatdir. Rivojlanish ehtiyoji bo'lganligi uchun qilganligi, mana shu ko'rinishdagi xarakterni yaratgani ichki motivatsiyadir. Ona buni biladi va bolasining qaysarlashgan holiga u ham qaysarlashib emas, mehribonlik bilan munosabatda bo'lsa, boladagi qaysarlik o'tkinchi tus oladi. Ammo tamoman aksincha, sen qaysar bo'lsang, men sendan battar qaysarman. Qani ko'ramiz, kim yutar ekan deya harakat qilinadigan bo'lsa, bolaning bu fe'li shaxsiy namunaga aylanib qoladi. Mana shu sababdan ham bolalik davrining onalar uchun sehrli so'zlari bu aynan tushunish, hamdardlik, mehribonligi, qat'iy qarorlari va sabridir.